Mana qaranglar. Vashshe dahshat bo'ldi. Zo'r, hamma sovunlardan ham bor. Bu yerda detskilari ham bor. Keyin bularni mana qilsa bo'ladi-da. Sochiqlarini, pastellarini ichiga solib qo'ysa, 3-4 tadan haligi zax hidi kelmaydi, yomon bo'lmaydi. Men o'zim ham Rossiyada yuraman. O'shda o'zimiz narsalarimiz rosa qolib ketgan, sepim ashi bo'yicha qolib ketgan. Adyallar, tam ko'rpa to'shaklar, xullas shularni oralariga shunaqa sovunlardan rosa ham ko'p solib qo'yganman. Har borganimda shunday uyimning eshigini, xonamning eshigini ochsam, приятный hid kelib turadi. Hammasini ichiga mana shunaqa sovunlar tiqib tashlaganman ojoyimdan o'rganib. Keyin bularni podarkalarga bersa ham bo'ladi, bironta sochiqqa qo'shib turib sovun bersa ham bo'ladi. Или ro'molchalarga qo'shib yosh bolalarga manaqa kichkina detskiy sovunlarni bersa bo'ladi. Vashshe zo'r. Shunaqa qilib, xullas 2-3 korobka sepga sovun tashlaydi oyijonim.